Assalomu alaykum. O'zbek oyim minbaridan sadolar loyihasining 78-soni efirda. Shubhali xayol daragi zanjirdek botgan, so'z so'ngini suvab tashlaydi. Mansab ko'prigidan ko'ngil g'oridagi qayg'ular tomon yurgan tuyg'ularidan arz qiladi. Birovga oshkor aytmoqchi bo'lgan hislari, o'ylaridan tolgan xat yo'llab qo'yishni ma'qul bilar. Ko'ngilda yig'ilgan xonish doimiy dildoshiga aylangan, unga izoh berib charchamaydi. Tuhmatni qoralashga fursat kutgan, o'z muhokamalarini oshkor etishni xohlaydi. Bachkana o'ylashga arzimagan gapga zaxlagan, dilidan kuyganini sir saqlayolmaydi. Niyati bilan hech kimga gumon kek taqamagan, bezor qilganlaridan o'zini olib qochadi.